Assalomu alaykum hammaga. Haval Julio mashinasiga Starline signalizatsiyasi qo'yib berildi. Mashina polностью dunyoni xohlagan joydan boshqariladi. Ochib yopib zaat qilsa bo'ladi. Mashinani yopgan payt 4 ta oynasini yopadi. Beskilchoy do'stlari ishlaydi. Hop, bu mashinaga yana qilib berilgan ish bagajga elektropривод qo'yib berganmiz. Bu eng oxirgi full komplektatsiyasi, lekin bagaj приводи yo'q. Buni almashtirib zavod holatda ishlaydigan qilib berganmiz. Knopkasini bossa yopiladi. Telefonda ko'rsatib turibdi bagaj ochiqligini. Приложение tepa qismida mashinaning stansiyasini ko'rsatib turadi. Pastda mashina qatib turibdi, qatdan qatib yurganlarni ko'rsatadi. Mashinani distansionni zavod qilgan paytda salonchidagi klimatlarni, podогрев сиденья и podогрев stikloni yoqib o'chirsak bo'ladi. Mashina zavod bo'ldi, 10 minut zavod bo'lib turadi. Xohlagan gradus, podогрев сиденья nima kerak bo'lsa yoqib olsa bo'ladi. Yoqishni bossa. Bo'ldi, klimatlarimiz yoqildi. Mashinani zavodskiy kaltdan yopib, ochib zavod qilsa bo'ladi. Bemalol yopish knopkasini 3 marta bossak zavod bo'ladi. Beskilchoy do'stlari ishlaydi. Zavod bo'lib turgan holatda kalit salonchida bo'lsa, tormozni bosib, skorost ko'rib haydab ketsa bo'ladi. Mashina o'chib qolmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.